Siz bittasiz, lekin biznesingiz ko'p. Hammasiga ulgura olmayapsiz. Hammasini bitta tochkadan qanaqa kuzatsangiz bo'ladi. Xuddi shu mijozimizga o'xshab, siz ham o'zingizni butun O'zbekiston bo'yicha 60 taga yaqin filialingizni bitta joydan ko'rmoqchi bo'lsangiz, shuni misol qilib keltirishim mumkin. Bu mijozimiz bilan biz 7 yildan beri hamkorlik qilib kelyapmiz va bularda filiallari ko'paygan sari hamma filiallarni boshqarish qiyin bo'ldi va hamma filialni bitta tochkaga yig'ish, boshqarish va kuzatish ehtiyoji paydo bo'ldi. Shuning uchun biz bularga butun O'zbekiston, Toshkent bo'yicha 60 ta filiallarini bitta tochkaga yig'ib berganmiz va bu yerda o'tiradigan xodim ish sifatini, xodimlar keldi-ketdisini va qolgan narsalarni bu yerda tekshirib o'tiradi. Bu qulaylik sizga nima beradi? Agar sizda joylaringiz ko'p bo'ladigan bo'lsa va hammasini kontrol qilishga qiyin bo'layotgan bo'lsangiz, hammasini bitta joydan kuzatib turish. Bunaqa kamera yoki televizorlarni ko'proq qilib, hammasini detalli ko'rsangiz bo'ladi. Telefondan 60 ta tochkani kompyuterga o'tkazganingizdan keyin eng ko'p bo'ladigan muammo bu qotish bo'ladi. Lekin bu yerda biz shunaqangi yechim berganmizki, farqi yo'q, nechta tochka bo'lishi, qayerda joylashganligi, qotish degan narsani вообще bo'lmaydi. Bitta tochkadan hamma joyingizni bemalol ko'rib, kuzatib, real времени ko'rib o'ta olasiz. Siz ham xuddi shunga o'xshab ko'p bizneslar egasi bo'lsangiz va hammasini bitta joydan sifatli qotmasdan kuzatmoqchi bo'lsangiz, Sakin jamoasiga murojaat qiling va obuna bo'lishni unutmang.